Tracker va Onyx'da ko'p uchraydigan navbatdagi muammo tabloizda mощность dvigateli ограниченadigan xatolik haqida. Bu xato nimadan kelib chiqadi va uni qanaqa qilib bartaraf qilish mumkin? Dvigatel yoki elektronikani boshqaradigan ECM PCM modulidan kelib chiqadi. Ya'ni tizimda qanaqadir xatolikni sezsa, bu blok o'zi bloklaydi, ya'ni avariya rejimiga o'tkazadi. Natijada dvigatelingiz tortmaydi, tezlashmaydi, servisga yetib oladigan darajada sizga kuch berishi mumkin. Men bilgan sabablari hozircha 5 ta. Birinchisi turbo yoki havo oqimida nosozlik bo'lsa, ikkinchisi drosselingizda qanaqadir muammo paydo bo'lsa, uchinchisi yonilg'i tizimida qanaqadir nosozlik bo'lsa, to'rtinchisi bo'lsa elektronika yoki sensorlarda qanaqadir qisqa tutashuv yoki qanaqadir nosozlik bo'lsa va beshinchisi bo'lsa hozirgi eng ko'p uchrayotgani, ya'ni avtomobilingizni LED fara o'rnatgan bo'lsangiz yoki o'zgartirgan bo'lsangiz xatolik bo'ladi. Muammo shundaki, agar siz zavod tarafdan qo'yilgan boshqa qarshilikdagi LED faralarni qo'yadigan bo'lsangiz, ECM va PCM modulga boradigan signallarning qarshiligi o'zgaradi va bu o'zini o'zi bloklashni boshlaydi. Kan tizimini yaxshi tushunadigan ustakalarimiz buni tushunishadi, lekin yosh ustakalarimiz bilmasdan turib bu xatolikni qilib qo'yishyapti. Natijada shunaqa muammolarga olib kelyapti. Agar sizda shunaqa xatolik paydo bo'lgan bo'lsa, darhol servisga borib diagnostika qildirishingiz shart. Agar bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, tez kunda bu muammoni chuqurroq tahlil qilib o'tib o'tgan 5 ta sababimizni har bittasini sabablari va nima uchun unaqa bo'layotgani, qanaqa to'g'ri diagnostika qilish kerak, diagnostika qilgandagi xatolikning kodlari nima ma'noni bildiradi, hammasi haqida to'liq video olishga va'da beraman. Siz bo'lsa izohlarda sizda yana qanaqa muammolar bo'layotganini yozib ketsanglar, keyingi videolarda birga tahlil qilamiz.